Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görgüçler. Partlagan Sükut programımızın 62. saniyı görüşmelerini kızgın karşıladığımız ben Abdullah Yalğın. Kadirli görmelerimiz hemmanlığa malum boğandak bu programımız ta birinci saniyeden bir gün geçe şu Xitayning cinayetlerini, Xitay tecavüzçilerinin abdi beşirisini bivasıta özü yaşayan, yoki bo'lmasa özü erkin dünyada boğan bolsunmu ailesiga kelgan fojialarni bevosita tunugan, shuningga guvohlik bergan qarindoshlarimizni ekranga chiqarib, Xitoyning jinoyatlarini fosh qilib kelayotgan bir programma shaklda davom qilyapmiz. İnşallah bugun shuning jumlasidan tunugun e'lonimizni bergandek shu eng oxirida chiqqan bo'lsa-mu erkin dunyoga chiqib, nupuzli xalqaro axborotlarda bergen guvohligi bilan dunyoni zilzilaga solgan dunyo kun tartibida nihoyatda jiddiy bir kun tartibga keldi bizning masalamiz. Lager şahidi bevosita shu yerda yashagan jinoyatlarga shohid bo'lgan hurmatli Tursunay Ziyovuddin xonimni taklif qilib o'tgan qatimqi birinchi sonda 61. sonimizda suhbat qilgan bo'ldik. Bir kirish sifatida bugun inshaalloh shuning davomini davomlashtiramiz. Aldı bilan qimmatlik vaqtini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz o'ziga. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hammalarning Ramazon oylari muborak bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat sizga ham shu. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz naq maydondan taqdirlanyapti. Facebook va YouTube kanallarimiz orqali ekranda chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqador fikr, taklif, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni bu jinoyatlarga shohid bo'lishi, bu jinoyatlarni bilishi, texnik Xitoyga bo'lgan nafratining eshishi va o'zi ham guvohlik berishga bir ündəşki turtki bo'lish uchun bu jinoyatlarni anglab, albatta nurg'ullarimiz, bilimiz bilgan chet elda yashayotgan, erkin dunyoda yashayotganlarimiz, lekin hali ham guvohlik berayotganlarning soni oz deb qaraymiz. Har sonimizda davatimiz bu programmalarda tashviq qilib turyapmiz, chaqiryapmiz. Qat'iy bu sukut qilmaslik haqida, o'zimizning oilasi biladigan butun shu ma'lumotlarni dunyoga oshkorlash haqida chaqiriq qilyapmiz. Hammalar balki his qilgan bo'lishinglar mumkin. Xitoy shu oxirgi kunlarda mushunchalar jiq dalil isbotlarning oshkor bo'lib ketishiga qaramasdan yana shu butun xalqaro qarata elib berayotgan mayli arabchada bo'lsin, mayli ingliz tilidagi bo'lsin, tashviqotini o'zining shu jinoyatlarini yepib, men unda qilmadim deganga dunyoni ishondirish uchun kech-kunduz tirishyapti Xitoy degan bu sohada. Şu yerdeki xalqlarni, mayli musulmonlar dunyosidagi, arab dunyosidagi xalqni bo'lsin, veya ki ingliz tilida so'zlaydigan dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarni bo'lsin, bizning vatanda bo'layotgan ishni yepish, jinoyatlarni yoshirish uchun yolg'on sahnalarni, yolg'on guvohchilarni uyushtirib, shundoq bir gullik, gulistonlikning ichida yashayotgandek bir kayfiyatni beryapti degan dunyoga. Bu jinoyatlarni ishlab e'tirof qilishdi yo'q, hozirgacha e'tirof qilgani yo'q. Ammo lekin biz şu bu Xitoyning bu tashviqotiga qarshi kuchli holatda erkin dunyodagi kuchli bir u jinoyatlarni oshkorlab o'ttirg'i chiqishi, tarafdan mayli ijtimoiy uchur vositalarida bo'lsin, mayli har xil kanallarda bo'lsin, har kuni chiqib turishi bu Xitoyningki elib berayotgan ta'til tashviqotiga kuchli bir zarb bo'lalaydi. Zarb bo'ldi deb ishonamiz. Xitoy ham o'zini eng oxirida ishlab chiqargan va bundan burunqi ishlab tarqatgan filmlarda bo'lsin, bizlar bilan erkin dunyodagi xalq bilan, hatto Sharq Turkiston xalqi bilan ularning ta'birida biz terrorchi hamda shu bizlar bilan elib berayotgan kurashini hozir bunday bo'lsa, istudaksiz jang qilyapmiz deyapti. Amaliyotda biz jang ichida, amaliyotda biz bir kurash ichida. Shuning uchun bunga hargiz sal qaramasligimiz kerak deb chaqiryapmiz. Bu nidolarimiz inshaalloh quloq solganlar ko'p chiqsa. Hürmetli Tursunay Hanım, hamda bevosita başlasak, biz o'tgan soatdagi o'tgan qatimliq programmamizda sizningki birinchi qatimliq tutilishdan burun va kirgandan keyingi ko'rgan ishlaringizda bir muqaddima sifatida sungan edik. Hamda siz arliqda kasal sababidan chiqqan bo'ldingiz, ikkinchi qatim yana tutildingiz. Shu ikkinchi qatimliq tutilishdan başlasak, marhamat.
Sizning hozirgi deb o'tganlaringizni shundoq men o'ylab turibman. Mushu mening har bir gapimni balkim anglagan qarindoshlar ko'rib o'tgan qarindoshlar bo'lsa, mening deydiganim yana bir bu haqiqiy siz degandek shu Xitoyning bu o'yini hozir mana bizni hatto saq vaqtimizda shu vatanda turgan vaqtimizda shu majburiy shu nimalarga olgan ular ekranlar elib shundoq filmlarni ishlab qilgan hozir mana meni chiqarildi u saq vaqtim o chuqur aniq lagerga kirmay turgan vaqtlarimni ko'z tutdi shuning uchun hargiz undaq narsalarga ishinib yana to'xtab qolgan yoki ishinib qolgan har qanday qarindoshlar deydiganim aniqla ular hech qachon chiqqan yo'q hech qachon lagerdan natijaga ketayotgan qarindoshlar ashada shuning uchun har bir mening o'sha gapimni anglagan qarindoshlar yana biz normal ekanmiz bo'ldi biz hech qanday ish yo'q degan gapni hargiz qolanglardan yo'q cho'qim biz u yoqdagilarni qutqizib yiliman turmalarda qiynalyapti qarindoshlar mana biz o'shani guvochisi bo'la olamiz man aykuni qayerga kelgandim ikkinchi qatim tutilgan vaqtim man shundoq odamlar kirdi ikkinchi qatim man tutilgan vaqtda shundoq yig'ishlar bo'ldi man unda o'ylim yana men bir qatim kirib chiqqandan keyin endi kirmaydigan o'xshayman deb bular o'g'inish degan bo'lgan ekan o'g'inishni bir qatim kirgandan keyin uni o'g'inib chiqdik bo'ldi endi shunaqa vazifamiz tugadi deb o'ylab qolibmanki men lekin bular to'xtamay axtlanmay nima piyimdi bo'ldi har vaqt undan keyin meni tekshirib turadi mangan ton bayiqi degandek birinchi qatim kirib chiqqandan keyin necha qatim shundoq filmlar ishlab suratlar elib yo'ldoshga yo'llaymiz deb qilsa men o'ylabmanki endi bo'ldi mush oxirlashgan o'xshaydi lekin 2018 3 oyning 8i ayollar bayramida mana butun dunyodagi ayollar bayramini butun olam biladi buni shu kuni bizga cho'ng bir zarba qilib bir cho'ng yig'ish bo'ldi bo'libmi u kunki ashtaq menga telefon qildi taqchi xo'sh mushtaq sen kelsan deb degandim hayron qoldim bu nim deydigandi debjan men berib bir ish bilan bardan o'xshayman deb shundan keyin uchun telefonda davasang bo'lmamdi dedim yo'q kelmasang bo'lmaydi degandiki qo'lim sezmay yana kirmanma o'qishga deb boshladim u yerda o'qish deydi-ku dedim shundan keyin yana bir ozroq o'qiysa deb boshladi xitoychalabchi shuning bilan deganda shunda bir xil beyaram bo'ldim lekin birinchi qatim kirganda unchalarlik zulmlarni ko'mgachga unchalar bo'lmag'achqa endi men endi ash qilib shundoq masalan birinchi qatimda majburiy cho'chqa go'shtlarini yegizib endi xitoylar aytgan tomoqlarni yegizib anda zo'rlagan bilan anda boshqa tarafdan unda urib so'qib anda zulm bo'lmadi birinchi qatim bir oyning ichida unda ko'mgan bo'lg'achqa men yana bo'ptilar nim bo'lsin endi nim qilay deb beribdiman Badim bo'lgan bo'lsa o'ylayman o'lib bola bo'g'itdim deb o'ylayman hozir o'ylasam undaq zulmlar uchrashimni faqat ikkinchi qatim kirib ko'rdiganlaringizni bilgan bo'lsangiz demak shundaqmi ras ikkinchi qatim uchragan ikkinchi qatimda meni hayotimni biraqla nobud qilib chiqaryapti-ku mana men biraqla nobud bo'lib chiqdim u yerdan mangu dunyoda yashag'anim bilan tirik o'lik bo'lib yashadim men yashayapman hozir mening hayotim shundaq faqat hayot mushtaq birli narsa meni majburlayapti yashashga u nima desam ashaqdagilar qachon bir shundoq bir yaxshi erkaklar bo'lmoqchi men bu dunyoda o'lib qolsam ko'zim ochiq ketadi ham qarindoshlarim ashaqda hozir men tajovuz xitoyning qo'lida turyapti kun sonlarimni so'zlatyapti sonimni man qarshi qo'yib so'zlatdi shu kuni necha kun og'rib yetib qoldim qarindoshlarim sog' salomat ashlarning bir erkin dunyoga erishgan ko'miga o'lib qolsam bo'lmaydi degan bir jur'at ashaqdagilarni cho'qim bir yaxshi bir kun kelgan kun o'lib qolsam mayli degan bilan umid bilan yashayapman lekin yashashim menga hech qanday bir nima emas deb o'ylayman shu u chog'da undaq bo'lishimni faqat bilmagachga yana hech qanday bo'lmay kelibdim saqchiga xo'sh keldim keldim 9-числа men uylarimni yig'ishtirib ketay u yoqda u chog'da yo'ldoshim ketib bo'lgan vaqt bo'lg'achqa ijara uy turayotgan men uylarimni yig'ishtiryapsam hech kim yo'q chunki hech kim qolmagan adamning o'g'il qizlarimni kirib bo'lgan o'zimning inim akamni kirib bo'lgan o'sha yoqda ashlarga
onu kelip joguşturda bir adam yoktu dedim 9 çisla kesan buldu 10 çisla kesan buldu 9 çisla bir gün uylandım kıldım 10 çisla günü men keldim bir kazak balı bilen aşı takçı aş budak man karşı yakıp aş vampiyang diye Xitay ikisi men sakçı maşinaga besip ipmаңды aş nimeden helqındak şu juyup kelimiz birinci eşadillam özlerine sakçı maşinaga nim kıldı şondan ketip barımız qarsam şu burunqi bagan lagerim apady aş bir ay yatkan lekin o lager özgürüp ketken o şikmayaqtı mındaq şikpatı o işini taqып etipti u yoqdan adam kirmaydigan bo'libdi ma yenidan bir yerdan ishik ichibdi yendan bayaq ishik ichibdi lekin 100 metr yerda saqchi qandaq gantiyan deymiz qandaq saqchining nimasi temir uyinchi kichik qandaq saqchi uylanib nim ko'cha mazir saq Xitoyning ko'chalarining saq nimalarda bor hammasi xo'sh vatandosh ko'chalar qotgan ashtaqni qilibdi saqchi ashdan turdiki Elqiyatın tekşürüp kirgizdiga lagerga ip kelgan odamlar bo'lsa kirgizdiga bo'lmasa saqchilar kelib tushgandikan ularni o'tkizdi bo'lmasa o'tkazmaydi lagerning yeniga yaqin yo'latmaydi andaq odamlarni yaqin shu apadi darva oyoqdagi yana bir aytilgan darvasidan tugib borgandilar hayron qoldim o o'zgarib ketgan lagerning hamma yeri keyindan uylar yanib silinib binolar silinibdi lagerning eshigida mundaq tömür ishik qilib bütün tamlarni elqandaq sim tor bilan mundaq qurchib etgan rasmiy ham yerini ashtaq xo'sh u kuni shunda cho'ng bir ashtaq yig'ish bo'lgan o'xshaydi men kirgan chog'i 4 avtobusdek ashunda avtobus qator turibdi odamlar tushib akirib o'tibdi meni opiriblar ib kirdim men bilan birga bir qiz bir men demaklikimki bir qiz undan keyin yana bir mo'may opash bildi kirdi u adam bir 70lar kirib qolgan mo'maydi shu birinchi nimadan ib kirgan chog'da meni oldimda o mo'may kirdi undan keyin men a qizni uchimizni ashta qata kirib birinchi qatam tekshirdik qata ashta 3dan 4dan odamni bir kirgizib yetib undan keyin yana alan tekshirib bir kirgizib ashta qo'yib bir uyga kirib yo'q bir tekshirganda men somka bir nimalarni qo'limdan julib ipla bir xaltadek bir nima andaq yatib birga bütün narsalarni sevitibdi qo'lam narsalarni ipla bir uyga kirib ketdi bir ikki qiz shunda sat silkishlab qandaq bularliqi yo'q bir muomala boshqachalar bu o'zgarib ketgan anan hayron qoldim men o'ylamabdimanki boshqadek quloqlarimdan xalqlarim bor ashta ketdimanki mushu tatibli bir qiz qulog'imni julib olganda xalqini qandaq voy deb ulgamay mani ippadim mani ilish ulgamdi mush qo'lig'im qanab ketdi tatib ilayotgandi hayron qolib nimda qotsa dedim nimda qilganini hozir ko'rsa deb ashtaqdi qozoq ayolga hayron qilib shu nimish qotsa dedim bütün kiyimlarini yashtirib oldi kiyimlarimni yashtirib ustimda bir tugma yo'q rezinka yo'q kiyim bormi deb ashlab chiqib bir mundaq ichidan kichik inchik rezinka bir nima kiyib qolgan shu ishni bilan qoldim tubamda bir maykam bor tugma yo'q bütün oldi shuni kiydirib qo'ydi qag'inni yechib oldi putum yalang'oq putum oyog'ini tortib oldi gambini oyog'i bo'lmaydi deb xo'sh chiqadi meni chiqarib mo'mayni qarsam ko'cha iliq oldimda turgan kirgan mo'mayni yashtiryapti kirgizmabdi u mo'mayni bizdagi ishchigimi ashada tatib kiyimlarni yashtirib yo'q mo'may uzun ko'ylak bilan butun ko'ylak ham cho'nglab butun ko'ylak kiyib ashta ketdi iliq mo'mayning ko'ylaklarni nimishga uzun ko'ylak kiyib kelding deb yashtirib qanday mundaq qalti kusar bilan qoldi bir vaqt tubidagi kiyim yo'q voydan men iliq mo'may shunday qilib ketgandi bundaq oldi bundaq ochiq bir popay qisib kiyib kelgan shu iliqning tugmalarini julib iyitib iliqni tashlab berdi iliqni kiyivdi yana maydisini tutib iliq ichilib ketdi iliq mo'may iliq üzerining ana ustidan chiqqanimni unutib qilib men endi bir onamizga o'ylab mening onam tugab ketgan 10 yildan eshib ketdi hozir shu chog'da 9 yil bo'lgan vaqtlar iliq qarab mo'may qarab degan qit men degan bir yig'layapman sen nima qildi bir urdimi nimaga yig'laysan taqdilar meni nuqushlab ko'zim mo'mayda uning yenimdagi bir qiz turadi qizni
Bura ekiripla çaşlarını açtı, yağlı bilimlerini julup açıkla tuğulgan o biçarim jının okşaşılmayak tuğdu o yaş boğaşqa yana özünün kiygen iştini ve kegeç onun iştini yehtir olmaptı. Aha kızdan közüm açma olmaydı, menin közüm tüzdü deydi, uyadilik tüzdü deyip bakırgan ki tüzdü sayılık çapanı aldı, köpaykın aldı, içilip gidiyordu. Biçerim olmay yanımda tutup aldı, bir vakırsa yanıp koyuydu da oylıqındaq. Bir emdi qarsınız, çaş beşidiki yağlıqını juluvagan deyip, bitkina çeçiva, kemdi momaylarının qançılık çeçi oldu deydi. Hoş. Çiştigen, bırak çüp qagan, biçer momayının köz aldımda hazırgıtı. Şu bıraktı işkimizin aralığını nem qıtlam ipman deyim momayını meni aldımda kendim deylik qız yana aşta qata üstümüzün ipman dedi. İçige ekir gidip bir kiçik mındaq tuzak. Seriq sızaq ke, şunolan oturdu mağımız gelik seriq sızaqna. Şunolan ilqi qata mağdı qilq seriq sızaqna işki tarafda saqçı mağdı ke bizni qata etmeyip bir keyindik aş lagerin aldı yasagan öýleriniň bir kon öými as keyin yasaga öýmüş bir öýge kirdilik tömür işikge hemmiz tömür işiklerge qoqup ketken umar näslegim qara çıkıp tömür işikligini inek bilme aşynda. Hoş. Her bir tömür işikini aşka wagtda ýylyky sakçylanymdak meýdislikimdak näsindek tekkilse ajydike aýtyldyke önergin kirgendikle o çarasy kulpum kaldyke o işikler. Meniň esqigim emdi kirip közüm yetkendek boldu da bu bir vahşi bir näsini kiwatganyny bir apet bir qoqmuşlyk bir ýa kirgenimni esqip kaldym bir ýaňyz bolup git. Kallamga bäri qeçiş kepdi meniňçe. Qeçiş kepdi ulanmamış edim degen bir näse kep kaldy. Şoňaýlyk tömür işiki qarapdy menke, qeçiş kepdi bolanmy degendek oýlap kysam anda tekkizgende oýuldy mümkin emeskende bir ýer. Qeçiş kepdi degen biz açamaýmysken de işini mundaq qısak, ulaylyk özüniň aşyny işleýdiganlar mundaq tekkizse içilegan kulbulunyp kaldygan näse o tömür işiklerge. Boldy, iş kaçan kallaň mundaq qeçişni kelpeme degen näse boldy. Ölümizken de bunun içinde de oýldum. Kirkit barmyz. Wagt aşna ikinji qawatda bir ýerge ip çykdy. İp çykyşyly pelenpeýdin çykkan dikenler bir öý mundaq mesela deyim qata mundaq öýler endi binanyň içine kirgendikin mundaq qawatda kirip çykkanda aşta birdim mundaq nim öýlerge şunyň birinçisi de Hoş. Laqyd ayallar aş deri müşa qarap turup diken bizni ip çykışyla mel ayalanyň hemmisiň çyraýlary digen bu darga ýokluqynda jyglap qarap dep bizni körep digen ulanmışda beşine her bir kirge adamlar aşta ulan bir aram bolup turgan okşaýdy ilqlan körüp digen bir ýaňyz bolup ket birinji öý ikinji üçüncü öýdün dördüncü öýdün ötüp moş ahyrdyrak bir öýge kirip bizni nim qildi akirdi aşy momaýnymy meni akızny üçümizin bir öýge kirip öýüniň işikleri ýylgynda tömür işik. Tömür işikini munda içip koydu ya kıya. Onu bekme içip koymaydı ki aşkıştan sıkılıp kırgızga içtiği. İştirip kırgızıydı ki zincirliklik turdu ki işikler. O işçi de biz kirgen çağdım aş onun eti adam battı ki bizni ekirdi. O içidikiler bizni körüp jıgmap ketdi. Şunun hemmisi şu ensizçilik şu gün ekirgen bilen ki ya bir gün burun ekirgen ki onda geplerini kılışkıdaki bomunda kılgın. Hemmisi jıgılışıp açtaq. Ular maşa adamlar kirip atgan neme tarapda bir kiti derizi battı ki. Aşnağdan körülüp turdu ki darvaz tarap. Elqının ulan berip onun birden qarap açtaq turup ki o gün elq rat kisip qımğaç qulağım mındaq dep. Bazda kelip elq çim tüd iki post taqçı turdu ki şu kelip bazda vaqıraydı ki qarmanglar u yaqqa onda qılmanglar dim oturunglar dep. Şunundan yani insan bolgan diken qarap aldy ki oňşaýdy şu men mi ködüm elq derizden adamlar ekirwat heylik apus adamlarni çeqirtip moşaq tatıp ekirwat u yaq ekitwat erlerni bir tarap ayalany bir tarap aşnaq. Hatta aşında 3 gün toxtumay adam ekirdi. Şu qitimde bek çoğun jygyş bolgan oňşaýdy. Aldyda qitim men kirgen edik 1000 adam degen netjesini ketken. Onuň içinde şu çagdylar aşy adam 7-8 manga ýetey dep galgan ki, onuň içinde dep oýlaýman.
Şu kirgen günümden başlap onun içinde men kirgen günüm bir karvatmı, bir iki karvatmı aşağı fakat neme yok. Aştaqla qop qo'yib degan mındıqa uyning ichi bek tar bo'lg'achqa tar de uy 4 metr 5 metr kelamdi kemamda aştaq bir karvatni mındıqaga bir karvatni mındıqqa qop qo'yibdi. Onun qilib ba'zilar aştaq ikkidan nim qilib üstiga ostiga yatqandili bir 5-6 odamni sig'di. Onun qag'inimiz yerda yatdik. Shu kundan boshlab bu liqi bundoq siliyo chelakni beradga qizil chelakni ya og'zi yo'q yilqini beradga u bir ne chiqamaydi. Uy bu qandaq buni deb u bir ne deb to'liq gap qilmaysan bishing ajab chiq gap qildi ekansa deb men to'liq berib ashtaq ishim tuy gap qilib jamda qilatdim. Ashtaq gap qilib savol so'rayman deb yedi yegandim shunday. Endi ba'zi ishim nima bo'lib ketadi. Shundan bir kunda bir qitim ertasidan boshlab bir qitim ta o'birni chiqdi, biroq 3 minut vaqt yerimiz. Siz kirganmish ikkinchi qatim sizlarni kirgan uyda qancha cho'nglikdagi bir kamera bu va qancha odam bor shu vaqtda taxminan siz? Şu hozir dedim shuni naq mo'ljallab deyamayman, 4 metrmi, 5 metrmi, ashtaq bekmi cho'ng emas, bek kichik u. Chunki unda bo'g'ni karvatni birisini mandaqa qo'yib ketgan, hatto ikki karvat sig'magandan keyin bu o'ylayman 4 metrdek kilomiki deb o'ylayman shu. Ashtaq sig'mab ketgan, ikki karvatni mandaqa qo'yib ketgan shunda bo'ldi. Ha, tushundim. Undan keyin uning ichida hech kim yo'q boshqa, shu faqat shu ikki narsa bor, odam bor. Biz u chaqda men dastlab kirgan vaqtimda 10 necha odam bo'ldik, 20 ga yaqin odam turdik, boshqa. Unda o'g'ni ashib. Yalarda qattiq yodlamayapsizlar. Karvatda necha odam? Ha, ashtaq yotdik. Shundan ya bo'lgan degan bir narsa bo'lsa mayli, qanday ba'mida hech qanday narsa. Bundaq yipindigan yoki bir palazma bo'lsin tashlaydigan yo'q, hech kim yo'qdi. Shu mo'may siz abaytilg'an mo'may qancha yash atrofida bordi? 70 yosh ekan. 70 yosh ekan. Keyin shu hisoblagan chaqda, keyin yoshlarini hisoblagan chaqda men shu bo'lib shu mo'maylar chiqdi, yana bir Maryam opa deb bir opamiz bordi. O opani men kirgan, u ayol kirib o'tdi, biz kirgan chaqda u opash ash kirganda tatib gap qilmas kesi bo'lib qolib men chiqib ketkichi o'sha mo'maylar bilib turdim. Men chiqib ketgandim, u mo'may chiqib ketmaganda lekin u kishini gap qilmas kasal bo'lib qoldi. Qancha bilib turdingiz? Men o'sha 9 oy bilib turdim. 9 oy bilib turdingiz. Men chiqib ketkichi bilib turdim, o'sha keyin opash bilan shunda dastlabda asosga qilatdi. Voy, bu yemaymi balam, andaqda ba'zilik tomoqlarni yemay o'tirkasi biz voy cho'pay yana mandaqda kiyib bitgan nima qiladi, istashlik qilib keyin unda bir-birimiz gap qilg'izmas qilyapti. Dastlabda shunday qilib qanchalarga gap qiladi. Keyin faqat bir ig'iz hatto 2 oydan keyin desam bo'lamdi, shunday vaqtdan keldi. U yoqda men chiqib ketdim. Bir ig'iz ash mo'mayning gap qilganini anglab boqmadim. Ashta bo'lib qolgandi. Yana başqa aplam batdı, çoğunraq bir 60 yaşlarda bir hadimiz batdı. O kişi tənbəməy şununda özünü tetik tutub bizə tek tərbiyə qılıb gedədi. Onun üçün oxşamaydı kirgan adamların hamısının nimisi. Bolubmu ilq mən bilən bildi kirgan apa bək qiyinlib getdi. Özünün tən salamətligi yaxşı emasdı ki. Meni o'g'itadiganға shu mo'may nima deydi, doju nima deymiz bunda axsham undan bunda navbatlashib turib, navbatlashib dojurni qilib to'g'izib qo'ydigan bo'lib qildi, ikkidan odam. Shu joyda bir qiz bilan ikkimiz birga turmiz. Meni ash mo'may o'g'itadigan, ash mening oldimda ash mo'may bilan bir qiz dojurni bo'ladi. To'la ash mo'may kelib o'g'itdi. Men o'g'itgan bek u mo'mayni ash yurkumdan bir xil chiqmaydi. Xuddi bir o'zimni onasida kelib meni uyqamdan nima qilmaydi, shu kichkina bo'lsin, qilmaysiz, shundoq bo'lsin, chala uyqa bir o'lak jilandek yotib qo'yadi. Shundoq bo'lsin bilatdim-da, asta kelib putimni sepab, asta bundoq qilib tutmay deb bir xil bo'lmanda chunki ba'zi deyman, voy, cho'pas kelib o'g'itavering, biz baribir turadigan odam bo'lgandan keyin nima bundoq qilsiz desam, balam sizni qo'rqib ketmisin deyman, nima qilib qolmisin deyman deb jo'yliqi.
Şu birinci gün işte oğatqanda sal mında qo'qib ketgan o'xshayman men. Munda oğatqanda u mo'maylarni iliq boshqa chiqib qolgan emasmi? Yog'liqlarini iliq evitdi, oppoq sochlari yo'q birsi kelib munda beshingizga turgan deganda qo'qib ketsa, tuyuqsiz masalan ko'zingiz ilinib ketgan bo'lsa. Birinchi kuni voy deb iliq cho'chib bir xil bo'lgan o'xshayman men. Shuni o'ylab qolgan o'sha shuning yoqash mo'may hashta qilib kelib. Ata men tepab o'qitadi. Voy o'qitib yuring cho'pasiz unda nima qilmangsam 15 minut, 10 minut işte o'tib ketadi. O'tib ketsam o'g'atmay turib turay, sizning o'rningizga turib beray deb. Shu deydi, voy baribir uxlab ketmaymiz o'g'il biz o'g'itib yuring deb ashta deydi. Keyin u iliq bir kun ashundaq et chiqqanda shu o'g'irniga kunduzi post qag'irib ketdi mo'mayning. Shundaq iliq tan salomatligi yaxshi emas ekan shu. Yegan yemaklikdan hamda berayotgan narsalar ziyon qilib ketdimi shu post shunda ag'rib ketdi. Ag'rib ketdi. Voy men shunda bo'lmadi, men o'g'irniga chiqqanlar buni ichida o'ttasam bo'lmaydi, kunduz deganda ochiq 3 minut vaqt beramiz, bicharim o'ttaga o'xshaydi bir vaqtda iliq bo'lmaydi deganni. Mo'sh kiyimlar yo'l kirgan nima bo'lgandi debdimiz. Shu urib jiqtib yetibdi o'g'irning tubida. Shu chaqqan bo'ldi deb ashta qilgan o'xshaydi. Biroq kiyimlar degan nima bo'lib taratib ketgan, ashta kirib yig'lab ketdi, umcharab o'tirib. Onundan bir 20 kun o'tgandiki mi bo'ldi. Juyunislar, bir juyunmasanglar bo'lmaydi, juyunislar deb boshladi. Ha deb hammasini qata o'ylabmiz, biz rost bir hamda bir moncha qapirib juyundirgan o'xshaydi bularni deb. Yenimizda shu o'birning maya qizlar endi unda o'rlashgan bir nim bor ekan. Moncha o'xshash bir kirib ikki chaqiratni chiqib turdi ekan, ashuni ochdim. Ashaga kirib qanday ekan, u yiliqindaq undaq suv kun bilan isiydi degan bir suvdek ashta qilgan narsa o'xshaydi. Dastlabda biz qanday issiq suv tushgandek bo'ldi. Shundan bilan hammasi voy bo'ldi, chaqqan juyinmasang olmaydi. Minchilga vaqt berimiz taqishta qilib nimalarni to'katlarni tutib qarab turdi emasmi? Shunda boshda qo'yib ochiqchilikka kamera, hamma kamera turdi ekanda, kamera tus qandaq buning desam. Qo'li gap qilmanglar bo'ldi sheshinib juyinizlar dedi. Hammamiz bichalar ayollar bir xil bo'lib Şun bir vaqt aş mo'maymi batdi hammamiz ichimizda. Cho'ng ayollar hammamiz chiqdi shunga qata iliq suv bir minut tushdimi 2 minut so'yib ketdi ekan. Biroq tashdek suv qoldi ekanda. Shu bir vaqt voy bu suv so'yib ketdi deb biz odatdagidek normal deb yuribmiz, normal ham isib berdigan o'xshaydi. Sana nədiki issiq suv demişdən bilan juyinasan majburiy. Iliq keyindiki bütün cho'nglar degan aldirmay kiyimni yechib yoshlar chaqan nim qala bir chaqinib chiqdi, qag'in degan bo'lib bo'lmay bek batur. Selimxonte ismi, Selimxon apa deydi. Bek batur, ashta ag'ribasmi? Men eshitdim bo'lmayman. Men degan so'qlarni hech qadar nim qilmayman. Men ko'nib ketgan bundaq narsalar anchbek nim qilib ketmayman, qo'rqmayman deb bichara bo'lmay. Bo'ldi balam undaq nim qilmanglar. Juniorlar deb beriblar, degan chaqirib shuni Mo'shda tutquli bo'lmaydigan so'yliqning juyinib bir vaqtida boshqa bo'lmaylarmi kelib anchamiz tegib ketib boshlab juyingan bo'lib chiqdi. Bo'lmay bek ag'rib qolasizmi? Siz nemish bunday qildingiz desam, yo'q mayli dedi. Shu biroq demismi chiqdi. Chiqqandan keyin aytisdim boshlab degan shunda ag'irdi. Qizni deb bu mo'may degan o't kavab bo'lib ashna ochdi. Hech bir qaraydigan odam yo'q. Shunda ag'rib ketdi. Shu oxirida ma Selim ham olmay bak ag'rib ketdi. Doktorga chiqsanglar bo'lmamdi, yo muspravo qilsangiz, yo dori bersanglar bo'lmamdi. Bizni uningga minadik vaqtimizga deb vaqirab ashta qilib ketdi. Tamoqqa kelib berdiganlar. O tamoqmi yeymi, yilqmay ashta ag'irdi. Oxir ashta tashab bir hafta ashta qiz bo'lmay ag'irgan, bo'lmay oxir mumkinchilik qolmadi-da, o'lib ketgandek bo'lib ketdi. Shu voy bak bo'lmay ketgan chaqda shuni o'zlarimni Bizden o çıkıp içinde bir doktorxona var biz açık geldi açık ketdi şu vaqt. Mo'may manganmaydı aşındaq yulab açık ketdi. Şu ya doğru verdim, okul verdim, qandaq qildi şu açık tashlab qo'ydi şu 2-3 kundan keyin kichkina yaxshi bo'lib aksi keldi. Shundan keyin ichib to'xtamaydigan aşındaq bo'lib qoldi mo'mayning. Aşındaq turib qo'sig ag'ir ketdi. Biz yana bo'pti mayli, nim qilmang, tatmang keyin deydigan bo'lib chiqib. Bu yer tayoq yeb kirsizga, undan tayoq yeb kirgichi Bo'ldi mushni ochdi mayli birni qilavering mushtas nimaga chelakka deymiz, bilg'ini og'zini
birsimiz bir nemeni kiyimimizden bir tarafını jitip şunu heliqinin ağzında çigip koyup açtık yep koydukçu. Ağız bərmidi o onun ağız boldu yep koyaylı boldu iştim bolmaydı dep. Parvardigarım. Bu neme degan ig'ir bir jinoyat ya Rabbim. Meni ayran qaldı. O çağda yana men oylapdymanki, muşu belki muşu bir okuş bolgan bolsa, muşunun içidikiler aşda qıfatqan oxşaydı, muşu mesela təskilib, bizga qaraş təskilib ma jig'vagandiki muşunun içida ishlab atqanlarni oxşaydı degan bir aşda nemi kelib qapti ekan manga. Lekin tuyuqsiz men aç kirgandiki bir haftagacha tamoq yegili unmay bir joyilligim sal batdi o'zimning endi ba'zi hamma odamning nimasi o'xshash bo'lmaydi. Men tamoq yegili unmay ashta dastlab kirganda mana tamoqdan nim qilib ketgan bo'lg'ashqa men bu tamoqlarni yesam og'riyman baribir undan o'lib qolay baribir o'ldiman-ku degan bir kallam kirilib bir haftaga tamoq yemay yetib olib men beshim aylanib chiqib tushdim bir kun tuyuqsiz nimada turayotgan navbatlashib. Şu jadaylık nem qildi bu? Keldilik muallim. Saqçılar dedik aldı bile dep yenimde kızlar dedi. Men turay desem turanmay yaşta qalgandim. Şolan yenimdeki kızlarga saqçılarga muşta çaqırız deydi biz onun qilish nemi qilish huquqimiz yo'q, qarmaymiz biz hech qachon onga. Biz muallimni chaqirayli deydi. Kelipla muallim qarab turib ketdi. Oy mayli nim bolsun. Onun qaynaq suv akib bergan meni vaqtim yo'q. Nimish o'g'itsizlar meni deb ketib qoldi. Qo'rqish degan yo'q bo'ladi. Onun uchun iliq qizlar yana yenib meni so'rab olib yotqizib qo'ydi, yana gap qilmadi. Keyin u yoqda bir oy o'tgandan keyin bir oy aşa tariqada o'tdik. Faqat deydigani nima? Bizni kunduzi qildigan birdan bir ish ras onun ichida. Anda o'tag'izib qo'ydi. O'chaqdagi dars bir nimalarga chiqmaymiz. 1,5 oydak vaqt ashta hech kimga chiqmadik. Darslarga chiqmadik. Ash o'tirmiz. Ikkinchi qatim tutilib 1,5 oygacha hech qanday shu kamerdan chiqmadinglar. Yo'q, hech qanday bo'lmadi. O'chaqlar bir shu faqat iliq boyiq uyning ichida ashta jiq odam o'tirmiz. Biz bilan kirgan bir xizmatga u rasmiy shu ishqirning bir yerida shu o'qish bitirib kelgan qizga u Xitoycha o'qiganga rasmiy dasho'songkanda Xitoyning dasho'songlari shundaq ashta darajada o'qigan bir qizim borki biz o'ylabdimizki uning ichiga o'qimaganlar kirdi degan bir kallamizda bordi-da endi o'qimagan ya Xitoy til bilmaydiganlarni kirdi u yerga ashta bir deb haqqiz hayron qoldik siz nimaga kirdingiz debdimi dedim u qiz bilmayman deb ashta dedim u qizning tex endi 22 kirganmi ashta qiz to'y qilibdi bular ishkir o'qish bitirib kelib yo'lda bir bola birga o'qiydigan bola ekan kelib tushdan burun qizil qog'ozni olibdi to'yga tayyorlik qilib qizil qog'ozlarni ip bo'lib to'yga rasmiy bog'lar nimalarni yezib hammani tayyor qilib qo'ygan ekan odam chaqirib qo'ygan ekan tushdan keyin qizni akirib ketibdi atdiganda qizil qog'ozni olibdi tushdan keyin bo'lganda bola qolibdi qizni akirib ketibdi hayron biz dedik siz o'qigan ekansiz bu yerga o'qib nimani o'qiysiz bizga dars o'tib siz mana deymiz dedi. Onun için kirib hammani o'qish tayyorlar qayerdan qayerga deb so'rab ketdi bular kelib boshlar. Kirgan vaqtimizda. Qanday qiz dedi, shuni bilan eliq qizning qo'liga akaplar bir Xitoycha kitobdan birini tutqizib qo'ydi. Bugundan boshlab malaga kunda sen Xitoycha o'rgatgash o'tmayapti deb. Hayron qoldik, buni nimaga qamaydi deymiz deb bizning aytimiz rost o'qimamdi. Xitoy til o'rgatishga kirdi deb o'ylaymiz-da endi biz bilsak yarımga 50% bilimizde to'liq Xitoy tilini bilmaganligini biz deb o'ylagan odam bu qizni nimaga kirdigan bir yana ashta qalimizni o'tmay u yer o'ylamadik uning texnik bizni yo'qitish biz butun Uyg'ur bo'lgan odamning hammasi kirish u yerga undaq degan qalla yo'q ekan bizda yana ashunda o'ylabdimiz. Shu vaqtda siz yotgan shu kamerning ichida boshqa kamerdagilar bilan masalan tunji 1,5 oyda hech qanday bir o'rganish u narsa qilmadik dedingiz. Normalde kunda bir qatim teshig'i chiqqan vaqtida boshqa yondagi kameralarning ichidagi
xalqimiz bilan, ayollar bilan hech qanday bir paranglashishga fursat yo'q-ku sizlarga hech bir shaklda. Yo'q. O chaqda faqatmi yo'q. O chaqda deymiz bir-birimizga unda uchrashish mumkin. Talaq chiqqanda bir qatim o'birni chiqqandimi, mana o'tishib ketimiz, hatto bir-birimizga bunda qarab gap qilish ruxsat yo'q. Qarab turdi. Keyin undan keyin 1,5 oydan keyin yo'tgan chaqda berib, undan keyin dars chiqadigan bo'lib qildi. Undan keyin 40 odam, 50 odam, 40 necha odam bir dars chiqqan chaqda ancha-muncha shu chaqda gap qilmizda, ancha-muncha bir-birimizni ko'rimiz. Kundagidek ko'rib turgandan keyin ko'rimiz. O chaqda faqat nima qilmadi. Tunji 1,5 oydan keyin shu kameraning ichida eng kichigi qancha yoshda? Eng cho'ngi 70 yoshlik mo'minimiz ekan. Eng kichigi 20 yosh. 20 yoshlik qiz bola. 20 yoshlik qiz bola. Normalda shu kameraning ichida 1,5 oy jarayonida bir-biringizlar bilan paranglashib tursiz bormi? Davomli unda bekrak fikrlab paranglashib yo'q. Faqat bunda ancha-muncha bir yig'iz, ikki yig'iz gap qilganimizda davomli turavergandan keyin kundagidek bir yer turavergandan keyin shu ismimizni, ba'zi ismimizni unutib qolsiz, endi bir qatim so'rabchi, bir qatim. Yo'q, men tamoqni ol, mandaq qil, andaq deganda gaplarni qilisha olamiz. Undan keyin boshqa vaqtda gap qilishik. Undan keyin kamera qarab turdi. Kundalik faoliyatim uchun mesela atgan soat manchida qo'yib, manchigacha o'ltirsa, jimma harakatsiz deb devam. Shuni men hozir deb berayapman. Atgan turmiz, bir stakan qaynoq suv bilan mundaq mo'min akab berdi. Shu o'tirmiz. Dastlabda kirgan vaqtda bir oygacha u tamoqmi ba'zida berildi, ba'zida bermay ochqan kunlarimiz shu joqda bakchiq bo'ldi. O'tirmiz o'rindiqda. O'tirmiz dedik, nimani qildi? Bir televizor akirib qo'yib berdim, mundaq yer baka biz kirganda o'rlashtirib o'tkazdi. Uning deylik nimani qo'ydi? Xi Jinping undan keyin mundaq ash ekran orqali dars o'tdi bizga. Nima Xudo yo'q danglar. Xi Jinping degan o'sha xudo nima ağzım bağmaydan gaplar adamning qo'rqmashi xudoyim. Yo'q, siz davrin guvohlik beryotgan hargiz har qanday kufr gap bo'lsa-mu, ayada ishlanayotgan jinoyatning oshkorini siz hech qanday jinoyat qilmaysiz. Aytdimmi, shunday qilib demayman deb ashta tayoq yeb ketimiz shu. Odam iymondan ajrab ketadi, Alloh shak keltirish degan bir biz musulmon bo'lgan odamning har qanday undaq deyishdi, og'zidan chiqmaydigan narsa bir. Lekin ashta kommunist partiyani xudodanlar o iş qachon din degan yo'q narsa, o ishonmanglar hech qachon uningga. Masalan, uzun yop kiymaysizlar, kalt yop kiysizlar, hech qachon yog'liq chigmaymiz danglar, shunday xato degandek rasmiy qonun o'tadigan bir nim bor. Masalan, o'sha ekran orqali shunday bizga so'zlaydi bir ayol, ba'zi kuni bir ayol, ba'zi kuni boshqa ayol shunday kunda to'xtamay shuni. Uni tugab bo'lgandan keyin kelib eshikdan so'raydi. Qalanglar kirdimi bugungi dars? Nim dedi, nim qildi deb. Hamma yinimiz o'tirgan mo'maylar eshitdimni tushunmaydi-da, ular Xitoycha gapni tushunmaydi. Xitoychalab o'tadi u darsni. Lekin biz tushunib turmiz, tushunib tursak gap qilmaymiz-da, javob bermaymiz, gap qilmay qarab turmiz. Pulab og'zi kelgan deb muallimlar degan shunda sattlab ketadi. Sizlar hayvonga o'xshash, molga o'xshash, hayvonmislardan yaxshi degandek haqoratlar bilan. Shu yana Alloh. Shu mudirmay o'tirmiz, tush bo'lgan chaqda yana ana tushdan keyin yana ekran orqali nima o'tadi shu Xitoyning qizil naqshlari uchun masalan deymiz vatanni söyish, vatanni bir nima qilsa, miyo gongchandang degandek o ayjingo bir nima degan naqshlar hozir mayliqining birsinimi akuni bir ashta so'rgan faqatni deyanmadim, unutib qolibdim, to'liq faqatni deyanmaydi. Ashta kunda ikki naqsha, bir naqsha zot nima bo'lmasa, yatlab bo'lmasanglar jazoga tortilsa deb. Başta kirganda bularning degini bizlar mush naqshlarni yatlab bo'lsanglar, mushundaq yaxshi o'rganib qilsanglar, chaqqan chiqib ketsizlar deb. Biz faqat deydiganimiz shu qachon chiqdimiz degan qalbimiz shu gapdan boshqa narsa yo'q dastlab kirganda. Shu desa hali tutun tirishib, eshitimiz qarmasdan shuni o'qib o'rganib biz mashta qildik. Zodi shuni o'rganib qilsaqlar chiqib ketadigan ish bo'lsa deb. Onundan hali darsni ochib degan ba'zi kuni almashtirib o'tdi. Ba'zi kun deydigani nima bola tug'maslik kerak, birdan ortiq
bal to'xtanglar bo'lmaydi. Masalan, dehqonlar 2 baldan ortiq to'xtanglar. Masalan, bundan keyin ortiq bal to'qqanlar, masalan, bir baliga 6 yil sotlanadi. Masalan, onun ilgi jarimasını töləsə, açdaq, jarimasını töləsinsə 10 yılgacha açdaq türmə cəzası verildi. Şunun üçün bunun dikin ballıq buluş mümkün emas, muşta buldu cəzasını bilənlər qanunda rəsmi ötüb atqan. Məsələn, muşunda qanun, muşunun nim qılmay, rayı qılmay, əgər ballıq bolsаңlar, aqıytаңlar muşta buldu. Işqılıb bir gündə hər gün almış aşındaq ötüdü aşındaq dərslərini. Onu diken Hoş. Bir gündelik ne deyimiz? Okşumaydım da her xil aşındaq bütünley deydiğinin nimi taqatlı bütün dünyaga nim buludu. Muşu mesela bunun dinkinki hayatınlarda hiç kaçan bir başka bir nersi ba demanglar kallanlardan çıkıytыңlar faqat Komünist partiya bütün dünyanı nimday birini qildi. Bütün dünyanı egalleydi o, bütün açtaq bir yol bir balvaq degandim aşnanda to'xtamaydi. Menimiz quydi, manda bo'ldi. Mushuna bilan bütün dünya hazır. Ko'rsizlar 5 yil yana eshib kelsa 10 yil qolmay bütün dunyoni Komünist partiya so'raydigan bo'ldi. Undan keyin sizlar hech qachon masalan chet elda tug'anlarga nisbatan deydi. Hatta bir yol bir balvaq masalasini shu turmada deydidan taqa. Deydi açtaq. Unimi deydi. Undan keyin Mesela sizler çetelge çıqqanlar mana işte İstanbul'da bo'lib qolsin, çetellerde anglagan her qandaq narsaga ishonmanglar. O çeteldeki davatqanning hammasi yalan mümkün emas. Bizni hech kim to'sib olmaydi. Endi biz dunyo o'ji bo'lamiz. Masalan, to'liroq biz çetelge chiqqanlarning miyasida quydigan narsalar Rabiya Qadir bilan hech kim nima aloqang bor masalan. Rabiya Qadir aşı berib ashadin aşı masalan Amerika aşı çetel tuğan Uyg'urlarning tashkilotlari bilan juqumlangan bo'lsang Kallangdan chiqirib u mümkün emas yağan ular hech qachon sizlarni qo'g'diyolmaydi. Agar unda bo'lganlarning oqibati anda bo'ldi, manda bo'ldi. Uni hamon biz tutib akilimiz chet eldagilarga. Undan keyin undagi ashi ism keldi. Kino qo'yib berdi. Hatta hammasi ismdan chiqib ketadigan ba'zi bir rasmiy filmlarni ishlagan. Qo'ydi uningda mana chet elga berib masalan ashtaq bo'lganlarning oqibati bir her ayalının nimisini koyup verdi bizge. Mana bu keçip berip çeteller degen uçaklarda biz çetelдің nimligini düşenmeyimiz o. Men Kazakistan bağım bile Kazakistan'da mı çıktı iş kandak nesini düşenmeyecek. Mana o çeteldikilerin ahvalı bütün veyrançılık hazır. Mana manda bu vatı bu. Berip ke çetelge manda çeteldikiler karmaydı ke mümkün manda ağırıp kaptı ke epres boz koçudular manda bir adam yatkızıp bıçak bilen manda kesip bilen kosaklarını. Ayalının şu apres qilma dedim, balasını alma dedim, birinin qilbaş kesiplar qo'sog'dagi nimani eplar ashdaq vilqiyani qo'li bilan mundaq tikib qo'ygan ashdaq. Vilq ayol qansirab o'lib ketgan ashdaq narsani ko'rsatdi-da. Bir qo'rqinchli qarab tursangiz, hech kim qarmay bir yovay odamlardek mana mushu chatalning ahvoli. Masalan, o'ylab beqinglar bizning Jungo qandaq. Masalan, mush Jungoda mushta turibsizlar, mushning ishda mushta ahvol qag'inglar bo'lma chatallarga nim qilib ishinib Şunun için sizler hiç kaçan undaq narsa işlenmanglar. Degandek ashtaq narsalarni o'tidi to'xtamay. Ya Allah. Butunlay chet elni cehennem qilib ko'rsatganda o'zining qilayotganlarini biz o'chaqda o'ylaydik, to'g'ri Xudoyim saqlasin hargizmi ya Allah bu. Qo'qamda bu chet elga nima ketadiganini bu haqlar rost deymizmi? Ba'zi chaqda rost gapni qilsam asha tug'a vaqtim, asha degan vaqtim mana masalan bilisizlar birinchi Urumchida ash chiqqan voqealarni shu chaqdimi ashunda Rabiya Qadir turtib ashlarni ashunda terrorchilar ashunda qilgan, munda qilsanglar aqoytinglar ashda bo'ldi. Mana bu ko'ryapsizlar Rabiya Qadirning ballarning alqaras kishanlik ash rasmiylik nim qilgan narsalarni ko'rsatdi unutgan nima ekrandachu. Mana hozir turmada yetib atadi. Mana ahvoli mavu. Masalan ashda bo'lsanglar tuqqanlaringlarning aqoyti mushta bo'ldi. Sen balchaqanglarning aqoyti u yoqqa beribsizlar. Masalan ashda qilsanglar keyin balchaqanglarning aqoyti mushta bo'ldi mana. Manda yetib ash turmada qiynalib ballarni turmada ash kishining inilari, qizlari, ballari bir bog' ashaqda shularning ash rasmiy kishanlik degan ash turmada yotgan ahvollarni ko'rsatdi bizga. To'xtam, Tursun xonim, normalda hozir siz chet elga chiqqandan keyin
vatanda qolgan mesela mayli Rabiya Qodir xonniki tuqqanlar bo'lsin, qizlar, nevirleri bo'lsin. Bular nayeti chiroyli. Tamam. Azeri için webde bunu buldum. Bak bakalım. Nima seri chiqib ketdi. Masalan, nayeti isil o'yladi o'ltig'izib apsiga xitob qilib chiqirdi hamda urug' tuqqanlar, chet eldagi urug' tuqqanlarga nido qildirib. Sizlarga turmaning ichida shu Rabiya Qodir xonning bolalari bo'lsin, bularning shu nayet echinishlik manzarasini, vaziyatini sinig'a elib olib, sizlarga buni ko'rsatdim yani. Bizni qo'rqitdi o'ylab, qo'rqimiz ham u yerda shu chaqda mana men ashta deb o'ylagandam, aniq uni ko'rsatgan vaqtida mana o'zimdagi bo'lgan esa bu sarangmidi bu xotin nimda qilgandi ey Alloh egam to'g'an mana hozir o'ylab ketmay ba'zida ish kufrlik qilgan bo'g'imdim debchi hozir mana men hozir shu kunni men ko'ryapman. O çağda ben iştim, bizim geçki şu açığım kelgende, muş balları, muş halatda, muşundaq kişilerlik, muş türmülerde, o ayam nimrahat körüp kete aşağı berip, muşlarını muş günge qop qo'yg'uchi bir jimmidi justchu degan. Lekin men iştim tushunmaydim o çağda ben, faqat tushunmaydim da, chunki meni o'zimning o çağda texi mening beshimga hech qanday narsa kelmadi. Dastlab kirgan vaqtlarimda ashib aytib berib, ashta qilgan chağda rasmiy ashta degan o'zim. Yo, haqiqatan mishada diqqat tartışqa kerak bo'lgan, cho'qim buni deyish kerak bo'lgan bir masalamdir shu. Ya'ni Xitoy shu qadar sizlar abaysiz so'zlab o'tgan uncha bola inson bo'lgan 21-asrda tasavvur qilinishi mumkin bo'lmagan. Biz kichik vaqtlarimizda ko'rdik qo'yq Yahudilarning jazo lageri Hitler tarafidan ashuna filmni o'tyapti. Aşağıdaki jazo lageridagi Yahudilarning shunda xo'rlanishi ben abaysiz so'zlayotgan mesela şu qeyri mo'may onlarimizningki so'g'uq suvda yuyindirish, tarat uchun akab bergan narsalar. Bu manzarning hammasi shu vahshiy ichinishlik filmlarda ko'rgan narsa. Shundoq bir hayotni yashab turib, sizlarni shu hayotni yashitib turib, sizlarni masalan bir mehmonxonada chiroyli akirib qo'yib, biz mana kommunistlar shunday rohat yashatyapmiz sizlarni. Hamma narsani tal, ammo chet elga qarab beqinglar, ammo chet eldagilar mandaq deb chet elni bir sifatlab bersinmi, bir aqlga uyg'un bir narsa. Sizlarni ashunda holatda yashitib turib, uning keyin chet eldagilarni chet eldagi hayotning ne kadar nachar ekanligini sizlarga tushundirsa, o'zinglarning tatib vahshiy holatinglarni unutib qolib, chet eldagilardan yomonlaydigan darajaga akib etadigan zulm bor degan gapdan bu yerda hozir. Yo, bu darajada menda O'tda bo'lganda mana deb ko'rsatmasmi? Bo'libmi musulmon dunyosini ko'rsatdi-da, o chaqda ach ko'rsatganlarni masalan musulmon davlatlarni chaqirib ko'rsatdi. Shu yog'liq bizga davatgan ularning ideyasi yog'liq chekmanglar, o'ranmanglar, qilmanglar degan davatidi-ku. Masalan sizlar boshqa chet eldagi musulmon davlatlarning hozir men shuning hayron qoldim, musulmon davlatlar yana shu Xitoyning xudo, ash musulmon davlatlarni ashta ko'rsatdi. Dipini chivatdi-da. Musulmon davlatlarda mana ahvoli mana shunda bo'lgan. Sizlar hech qachon undaq narsaga ishonmanglar deydigan shu-da. U yerlardagi ahvollar bek ig'ir. Mana shundaq butun o'lib qasmi bir odam qarmaydigan deb ko'rsatdi. U yerda bo'libmi nimalarni bek ko'rsatmaydi, bo'libmi shuni jiqroq ko'rsatdi-da. Bizni ish qilib musulmon nimasini asli qilishdan boshqa narsani ko'rsatmaydi u yerda. Zodi hech qachon din degan narsa yaxshi emas. Zodi o chet elda zodilik erkin bo'lgan narsaning hech qaysi yaxshi emas. Cho'qim mushuk butun narsa mush kommunist partiyaning digini bo'yicha maqsadlar yaxshi bo'lsa, boshqa narsaning hech qaysi nol deb ko'rsatdi bizga. Buningdek yaxshi nima yo'q. Bizning siyosatimiz eng yaxshi bir nima degandek. Ya Rabbim ya. Bo'libmi hozir siz degandek sizlar anglab qanchalik yuraqinglar og'riryaptiki, men mo'may bek qallamdan chiqmaydi-da, tam bir men chiqadigan bir 2 oy qolganda mo'mayni akatdi, bir kasal bo'limiga biraxlar. Nima bo'ldi u bo'limda og'ridimi, o'ldimi, chiqib ketdimi men bilmayman hozirgacha. Rasmiy yetib qolgan kasallarni akatdi bir yerga, bir davolaydigan yerga. Mana uning ichida ashtaq bir kunimiz kech bo'lgach ashtaq o'tdi. To'xtamay chatalning yomon gapini qilib berdi bizga shu chaqda aniq shundoq ko'rsatganda endi hozir mening
hayran qaldığım bu bütün dünya vay biz yaxşı iş qandaq iş yo'q. Mandaq deb ko'rsatib atadi, lekin o butunlay yağanda onun hammasini o hech qachon buning hech qaysi ras emas. Uning hargiz biz ko'zimizla ko'rgan biz ishnimiz, uni bilamiz, lekin o odamlar ras yaxshi yashayotgan o'xshaydi. Bular nimishga bundaq deydigan kimga zo'r keldi, kimning joni zo'r keldi, hech kim biz uchun hech qanday bir narsa nim qilmaydi-ku, chunki ahvolni o'z ko'zimizla. Masalan, men 2017, 2018, 2019'dan oxirigacha yashadi bo'ldim. Mana men lagerning eng boshlangan oxirlashqichi, oxirlashmadi, shunchalik bo'lyotdi. Eng vahshiy vaqtlarda yashadi ko'zimizla ishni ko'rib kelguncha. Chunki o'zimdan bilaman. Ya Rabbim ya. Har bir shularning gapini qilsam, necha kunlik nimamdan ketib, yuraklarım içip ketadi bilmayman. Burun yurak içib nimdaydi deb o'ylaydim. Shu jarayonda shundaq bir oyni yarım oydek vaqtni o'tkazdik. Undan keyin bir oy bo'lgan chaqda nima boshlandi? So'roq qilish boshlandi. Ochiq so'roq. Birinchi qitim men so'roq olib chiqqan vaqtida ashuna ichida birinchi qitim kirgan uyda mayaqda bir 3 uy ortiqroq mayaqda bir chetidroq bir uy ochiqda chiqib odam yo'q bir uyda so'roq qildi. O chaqda bir qozoq saqchi bilan bir Xitoy meni olib bergan saqchi o'zi keldi. Kelib so'roq qildi. O qo'ytimda anchabek undaq qattiq tegmidi, biroq faqat rostda qandaq tashkilotlar bilan aloqang bor? Sen 5 yil turding Qozog'istonda. 5 yil turgan vaqtingda nima ish qilding? Yo'ldoshing qandaq tashkilotlar bilan aloqang bor? Sening zad rostingni degandek gaplarni so'radi. Men dedim, bu nima tashkilot degan nimaligini bilmayman-da o chaqdamda. Xo'sh. Bu nimaligini bilmayman undaq deb o'sha diqqamdilikqa so'roqlarni qo'ydi. Uning hech qaysini tushunmayman. Yo'ldoshimning men Qozog'istonga bordim. Yo'ldoshim qozoq bo'lganligi uchun berib qolganim bor u yerda men shu turdim, uy tutdim, boshqa nima qilmayman. Uni faqat tanishimda oxirgi kelganda iqror qil deb vaqti, uni dedi, buni dedi bir shikachat urdi, u bir shikachat urdi, undan boshqa qattiq muomalani qilmadi yo'q edim. Chiqadi. Şu u yoqda yana bir 10 kun o'tgandan keyin shundan keyin bizni bir yerga yo'tkidi, ashuna ichida. Onun uchun bir 5-nji oy bo'laydi dedi. Shu araliqda da 4-nji oyning 5-nji oy bo'laydi degan vaqt. So'qaq bir yomg'ir yog'ayotgan kun hozirgidek esim bor. Shuni hammalar turinglar, meninglar deb boshladi. Shunga meninglar bir yerga yo'tkaymiz Taygan deb qo'ydi bir. Temir uy ekanda, u temirdan yoqgan. Sizning kamerdagilarmi yoki butun shu siz turayotgan? Yo'q, butun hammasini, ash turayotganlar hammasini. Taxminan qancha odam bor deb qaraysiz shu vaqtdagi lagerdagi, shu kichik lagerdagi? Ayollarning soni. Biz ayollarning soni bir 4000 ga yaqin bo'lamizki, asti qavat bu 5-nji qavat kichik qavatda, shuning hammasida ayollar bor. Yani 4000'dek ayolning hammasi biraqli yo'tkidimi, andos bir yermaydi-ki? Ha, yo'tkiganda unda uzun saygan fanga o'xshash uydan sağan chaqda 5 mi ashtaq. Hatta sağan uning uzunligi bek uzun. Nima deymiz? Bir saytiriydigan bir nimalar bag'umda yasaydigan ilqi. Parnikmi? Saylay parnik o'xshab ketadi. Shu parnik o'xshash ashtaq uzun itizliq sağandek ashtaq tapto'yliq parnik o'xshaydi, biroq temir uyda shu. Temir anda parnik o'xshash astida aşı qatayliq uylar bor. Tepi temir, kichik uyning hammasi temir. Yazliq uy ekanda, u yazliq teklar butunda unda nimasi yo'q. Tamlam hamma nima temir, ishmi temir, ochiq turdi. Ashtaq. Shuni yo'tkidi, ketidan shuni bilan biz chiqqan vaqtda o'ylar aniq bitmabdi ekan, to'liq bitmaylam. Yalar, simonlar ashtaq çalıp pula bir yer qurib, bir yer simonlar qurmagan. Biroq u uylarning ichida o'birnesi bor. Bu uylar sal cho'ngroq bir 5 metr, 6 metr kelib qolamdiki, ashtaq. Shu 5 metrlar kelib qolgan. Chunki karvatni menda qatirib qo'yibdi-ki, ish karvat liqqada kelibdi. Karvatning u yoqda 1 metrdek yerda o'birni bor. Ochiq turdi o'birni, biroq o'birnesi bor ichida. Lekin
Qata ikki tarafga ikkidan 4 karvat ketdi. O çağda bir uyning ichida 13, 14, 12 yoshda odam bilyapti. O ketim ratladi go, ratlab nim qildi. Xo'sh. G'uljino nerede bu cho'ng lager, sizlarni yo'tkagan lager? Künesna yani. Ha, Künesna ayısı. Yo'tkaganda bizni yo'tkaganda shu ikkiga yo'tkadi. Ikkida bir lagerning ichida bu vatqashlar bu. Ha, bir lagerning ichidagi. Ma binadan a binaga yo'tkagandek yo'tkadi. Ikkitdan kirgan yerdik bina tutdik. Biz dastlabda undan keyin bizni ashna ichida orlig'i bir 200 metr yermiki shundaq yerda ashna tapdi keyin. Tushundim. Bo'ldi. Shu onun chiqqandan keyin bizni o yozda biz onun chiqqan vaqtimizda keynimizda yana bino silindi. Shundaqcha binolar silyapti. Shu odamni chetidan akavatadi, o'choq to'xtamay odam to'shyotgan ichiga. Xo'sh. Shu vaqt to'shdimi? Endi müşahede vaktimiz ma'lum bir saat to'shibdi. Biz mana bölüp qilsak ham sizni ham bak charchitib o'tmasak. Chunki buni har qatam siz so'zlagan vaqtingizda shu kunlarni, shu ichinish manzilini aslagandan keyin texnik bearam bo'ladigan sizlar ham har qanday bir insonning bearam bo'lmasligi mumkin emas hamda. Shuni bir qisqa shaklda qilib tafsiliy davomlashtirsak ham inshaalloh oldimizgi sonda yo'tkalgan joydagi u yerdagi ko'rgan jinoyatlar, uchirgan narsalarimizni shundoq bugünkidek tafsiliy holatda to'xtalsak, ko'rmalarimizga ig'ir kelmagan shaklda shundoq qisqa qilsak yaxshi bo'ladi deb qaraymiz inshaalloh. Shu mushahada to'xtalsak bugungi suhbatimizni oldimizdagi sonda davomlashtirsak deb qarayman. Hammalar aman bo'lsin. Alloh omonat. Ko'pdan ko'p rahmat bu ma'lumotlarni berganingiz uchun. Alloh rozi bo'lsin sizdan inshaalloh. Rahmat sizga. Canım Alloh omonat. Qadrli ko'rmanlarimiz, shuna qilib 62-sonimizni mushahada oxirlashdi, anglab o'tdik. Yani inson chidog'siz darajada bugungi kunda buning yuz berish ehtimolligini inson uxlusi tushuntirmaydigan bir shaklda bo'layotgan bu echinishlik jinoyatlarni anglab o'tdik. Buning har birisi bugun tasavvur bu qonliq tarix hargiz shunday o'tib ketmaydi. Yani bunun bilgen bir film işlensin, birisi senaryo yazıp film işlesin bir insan yığılmay, nefretlenmey, aldığımızdaki düşmandan bir senaryochi bir film işlegüçü oturup kallasını xiyal qıptırıp yazıp çıksın mı insanın aldığındaki cinayetini işleyatqanlardan nefret qavuzmaydigan, nefret qavuzmay qalmaydi hamda. Aşı derecede nefretlendirütü hamda. Bu bir hikaye emas, anlavatqan emas. Ya emeli bir adır yüz beriyotgan bir realligimizdagi bir masala o'ylab boqaylik. Milyonlagan xalqimiz bu jinoyatning ostida, bu Xitoyning bu vahshiyligining ostida ingirmoqda hamda. Bu hargiz bu shaklda o'tib ketmaydi. Bu qonliq tarix kelgusida nurg'unlagan kunni ko'ramiz. Bu jinoyatlar mushundalar o'tib ketib Xitoyning qibog'ini qiboldigan o'tib ketgan ish yo'q bu jahonda. Çoxum biz qo'limizdan kelgancha bunga qarshi harakat qilishimiz kerak. Dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz ham buni albatta bizmi ingliz tili shaklda, arab tili shu xatlik shaklda, xatlik film shaklda, qisqa shaklda burunqi shu parlament programmalarni qilgandek bo'lib bu muhim guvohliklarni qilyapmiz va boshqa tillarda qarindoshlarimizning qo'ldan kelgancha buni parchalagan shaklda shunday tarqitishga hassa qo'shishinglarni umid qilamiz. Ko'rmanlarni yezibdi inshaalloh. Ko'p tarixdagi dunyo bu jinoyatlarni bilsin, texnik bilsin, Xitoyning qandaq bir vahshiy yalmavoz ekanligini bilsin. Buningga harakat qilaylik, ham o'zimiz guvohlik beraylik deb umid qilamiz. Inshaalloh oldimizgi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Shundaqla bugun har kun davomlashayotgan soat 7dagi iftor programmasida ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.